Nega 3 ta mashina sotib olish kerak? Agarda 3 ta mashinaning imkoniyati bitta mashinada bo'lsa. Ijara lizing va FAF korxonalari bittada 3 xil imkoniyatni bera oladigan texnikani sizga taqdim etadi. Buldozer, ekskavator va yuk ko'tarishning barcha imkoniyatlari ushbu texnikada mavjud. Lowell 468 bu qurilish, yo'l ishlari va kommunal xizmatlar uchun mo'ljallangan universal texnika. Agar chuqur qazish ishlari kerak bo'lsa, ekskavator, materiallarni yuklash kerak bo'lsa, yuk ko'tarish mashinasi, maydonni tekislash kerak bo'lsa, buldozer. Bularning barchasi bitta mashina bajaradi. Ushbu mashina 95 ot kuchga ega bo'lib, joystik orqali boshqarish aniq va qulay. Kabinasi keng, konditsioner mavjud. Ushbu mashinada operator kuni bo'yi ishlasa ham charchamaydi. Qolaversa, avtomobil kichik, manyovrli, tejamkor, kichik va o'rta obyektlar uchun ideal. Lowell 468 ni ijara lizing orqali lizing asosida xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov 25%, qolganini 3 yil davomida to'lashingiz mumkin. Bir kun ichida barchasini rasmiylashtirishingiz mumkin. Rasmiy hujjatlar, ishlab chiqaruvchi kafolati va butun O'zbekiston bo'ylab servis. 3 ta mashina sotib olib ortiqcha xarajat qilmang. Uni o'rniga bizning universal texnikamizdan xarid qiling. Batafsil ma'lumot uchun bizga hoziroq qo'ng'iroq qiling.